qaysi ma'noda mafkuraviy, g'oyaviy bir ulug'lanadigan guruh shaxslarni eslashga qaror qildik. Jadidchilik, ularning g'oyasi nima edi desangiz, qaysidir ma'noda bugun isbotlasham mumkin, ularning g'oyasi Turon edi. Bu buyuk bir g'oya haqida gapiryapmiz va bu g'oya bugungi kunda ham o'zini jozibasini ham, ko'lamini ham faqat kengaytiryapti. Jadidlar tarixi bu yaqin tarix, Qatag'on davri bu yaqin tarix. Shu nuqtai nazardan hali dardlarimiz yangi. Jadidlar tushunib yetdiki, biz ham alohida bir milliy konsepsiya, millat tushunchasini ishlab chiqmasak omon qola olmaymiz degan masalani qo'yish to'xtagan. Biz bu xaritani saqlab qoldik, ya'niki tarixiy bir siyosiy markazni. Endigi asosiy masalamiz millatni saqlab qolishdir. Va bunga erishdik. Eng katta din va diyonati o'zligini saqlab qolgan xalq biz bo'ldik. Turkiston shunday bir siyosiy tafakkurning ustida qurildiki, buni demak yashatmaslik uchun juda ko'pchilik bo'lib kurashilgan. Valqayimxon nima degan? Biz Turkistonni ozod qilish uchun kerak bo'lsa iblis bilan ham hamkorlik qilishga tayyor edik degan. Maqsad Turkiston edi. Shu nuqtai nazardan Turkiston legionini qaysidir ma'noda haligi qoralashni, boshqa qilishni bas qilish kerak. Har qanday jamiyatda fikrini aytadigan, ayta olayotgan va shunday muhit yaratilayotgan bo'lsa, ishoning o'sha jamiyatning ertasi juda yaxshi bo'ladi. Fitrat ham tanqid qilgan o'z navbatida Buxoro tizimini o'ziga yarasha o'qitish sistemasi zamon nuqtai nazaridan olib qaraganda albatta quyi darajadaroq bo'lgan. Xalqimizdan shu tafakkurni olish uchun demak biz jiddiy bir kontent yaratishimiz kerak.